Uyimizni oldi 30 metrli ekan. Uyni oldi 30 metr. Kiraveramiz 4 sotikli uy. Uyni 4 sotikga xullas ko'ryapsiz mana. Regel, seysmali qilib betonlar, xullas mana betonlarni ham quyilgan bu yerga robotxonaga. Bundan tashqari meniki juda ham chiroyli ishlangan. 5 xona uy 42 mingga berib yuboraman deyaptilar. 4 sotikli. Endi uyni kirishimizga mana chap qo'lda mana akfalar qo'yib qo'yganlar. Ichlarini endi suv og'ib turibdi ekan. Kadastr uchun qilganmilar bilmayman. Xullas dokument tayyor, turar joy. Mana yerda yana bitta xonamiz. Planirovkasini xohlagan qilib o'zgartirsangiz bo'ladi. Mana yerda ayvon bor, nariga ham ayvon, tayyor podval ekan. Xo'p, to'liq lokatsiya qayerda deydiganlarga to'liq lokatsiyamiz Marg'ilonda. Gagarindan kirsangiz ham bo'ladi. Marg'ilonda, Gagarindan. Xolasiz Sholdiramadan kirsa, Sholdirama emas, Arab guzoridan kirsangiz ham bo'ladi. Xo'p, bilsanglar eski dala bo'lgan, oldin dalani o'rnida hozir cheklar bor, yangi bog'cha ham tushgan. Mana shu bog'chaning orqa tomonida podvalni bitta ko'rishlaring mumkin. Betonni ko'ryapsiz qancha quyilganini. Mana bu yerdan zinadan shunday tushasiz. Bitta pol taxta qilib, mana yerda bitta ayvon qilsangiz, qarochi mana shu yerda o'zi ham kerak bo'lsa 2-3 uy qilib olsangiz bo'ladi. Bitta spalniy qilib, xullas hamma yoqni cho'tki qilib olsa bo'ladi. Mana shu yerga bitta oilani chiqarsa bo'ladi. Bu tomonimizda ham uylarimiz bor. Zeloniy zonani ham ko'rsatib beramiz. Zeloniy zona ham zo'r. Narxi ham 42 mingga menimcha stoyt bo'lsa kerak. Hozirgi kunda 4 sotik joy. 4 sotik joy 5 mingdan hisoblasangiz 20 ming bo'ladi. 20 ming mana shu qurilishga menimcha ketib qolsa kerak. Sababi chiroyli qurilish bo'lgan, puxta bo'lgan, o'zlari uchun qilingan. Sotish uchun bo'lmagan. Telefon qilinglar, mana shunaqa sizlarga Gagarin, Marg'ilon, Farg'ona, Tashkent, Kirgizlikdan uy chiqarishda davom etamiz. Bizga faqat podpiska tashlab kuzatib tursalaring bo'ldi. Sog' bo'linglar.